Assalomu alaykum. Sizlar bilan Foziljon va Nodiraxon terapevt shifokori. Mavzuyimiz sog'lom turmush tarzi va sog'lom turmush tarziga qanday qilib amal qilishimiz kerak. Birinchi o'rinda biz to'g'ri ovqatlanish ratsioniga amal qilishimiz kerak. To'g'ri ovqatlanish ratsioni deganda nimalarni tushunamiz? Bu kundalik hayotimizda ovqatlarimiz tarkibida meva sabzavotlardan, ko'katlardan to'g'ri foydalanishimiz va har bir ovqatimizda, har ovqatlanganimizda sut mahsulotlari ham birgalikda bo'lishi kerak. Bundan tashqari biz to'g'ri ovqatlanish uchun hozirgi kunda o'ta yog'li, shirinli va fast foodlardan voz kechishimiz kerak hamda gazlangan rangli ichimliklarni ham ichmaslikni tavsiya beraman. Iloji boricha o'zingizni tabiiy holatda uyda tayyorlangan tabiiy sharbatlardan ichib kundalik hayotni to'g'ri boshlaganimiz ma'qulroq deb bilaman. Endi ikkinchi qoidalarimizdan biri bu jismoniy faollik hisoblanadi. Bu jismoniy faollikni qanday qilib olib boramiz? Kundalik hayotimizda har qanday ishchilarimiz ham kun mobaynida o'tirib ishlaydigan, kam harakatdagi insonlar juda ham ko'p. Hayot tarzida juda ham ko'p uchraydi. Eng kamida bir kunda 30 daqiqa bo'lsa ham harakat bilan yo jismoniy mashq bilan yugurish, raqsga tushish holatlarini olib borib jismoniy faollikni iloji boricha amalga oshirishimiz kerak. Mana shu sog'lom turmush tarzi qoidalaridan biri hisoblanadi. Va yana bir muhim narsani aytib o'taman, bu ayniqsa kunduzi bilan ishlab yurgan odamlarimiz kechqurunga borib ishchilar ovqatlanadida charchaganidan yotib olishadi. Ovqatlangandan keyin yotib olishlik bu organizmda ovqat hazm bo'lmasdan oshqozonlarni qiynashiga olib keladi. Bundan tashqari iloji boricha ularni ovqatlangandan keyin hech bo'lmaganda yarim soat yurishga ham tavsiya qilamiz. Chunki aynan mana shu organizmimizdagi jismoniy faollikni yetishmasligi, to'g'ri ovqatlanmasligimiz natijasida turli xil kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'lyapti. Bu kasalliklarni misol qilib qandli diabetni, metabolitskiy sindromlarni olishimiz mumkin. Bularni oldini olish uchun esa bizdan to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarziga amal qilish nazarda tutiladi. Agar sog'lom turmush tarziga amal qilmasak, qanday holatlar kuzatiladi? Birinchi bo'lib organizmda gipertoniya kasalligi, ya'ni davleniya oshishi, undan tashqari moddalar almashinuvining buzilish jarayonlari kuzatiladi. Bulardan oddiy birini misol qilib aytganda, bu moddalar almashinuvi buzilishi natijasida hozirda juda ham rivojlanib ketayotgan qandli diabet kasalligidir. Qandli diabet kasalligini o'zi birinchi bo'lib biz kasallik deb olmaymiz. Metabolitskiy sindrom, ya'ni moddalar almashinuvi buzilishi holati kelib chiqadi. Bu qanday qilib kelib chiqadi? Organizmda birinchi bu holat ikki xil bo'ladi. Bu birinchi tipdagilari organizmning o'zida insulin yetishmasligi, ikkinchi turi esa organizmda insulin bor, lekin u rezistentligi, ya'ni kuchi bog'lana olish kuchi kamayib ketganligi bilan kelib chiqadi. Turmush tarziga amal qilmasligimiz natijasida hozirda organizmda gipertoniya kasalligi rivojlanyapti. Bu gipertoniya kasalligi ko'proq qon bosimini ortishi, undan tashqari metabolitskiy sindrom, ya'ni moddalar almashinuvining buzilishi va bizda hozir aktual muammo bo'lib kelayotgan semizlik ko'payib ketdi. Semizlik holatlari juda ham ko'p uchrayapti. Buni asoratlari qandli diabet holatdagi kasalliklarga olib kelyapti. Semizlik kasalligi ham qandli diabetni kelib chiqishi uchun moyillik hisoblanadi. Demak, hozirda biz semizlikni oldini olish uchun, qandli diabetni oldini olish uchun hammamiz sog'lom turmush tarziga rioya qilishimiz kerak. Va qanday savolingiz bo'lsa, sizlar bilan men doimo muloqotda bo'laman. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, botimizga yozishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.